Tumanimizda mana nogironligi bo'lgan shaxslar uchun qulayliklar yaratilyapti. Bu qulayliklardan mana kunduzgi parvarish xizmati ochildi tumanimizda. Faol hayot degan shakli bu nogironligi bo'lgan shaxslarni mana shu yerda kunduzgi qatnov asosida parvarishlash xizmati ochildi tumanimizda. Tadbirkorlarimizdan juda minnatdor. Prezidentimizga shunchalik sharoitlar yaratib berilganiga rahmatlar aytamiz. Xizmat agentlikda o'z uyimdan kunduzgi parvarishni yo'lga qo'ydik. Maskani ochilishimizdan maqsad joni bor bolalarni ta'limga jalb qilib, ularni jamiyatda o'z o'rnini topishga ko'maklashish.